Hozirgi yigitlarimizni qaraydigan bo'lsangiz, unaqa mansabdagi, unaqa jamol, unaqa obrodagi yo bir badavlat emas. Ko'chada pul topolmayotgan 500 tanga bersa, hamma joyim seniki deb haromni taklif qilib turganlarga borib, o'zlaringizda borib shu ishlarni qilyapti. Va 7-si rajulun zakaralloh xaliyan fafadat ayna. Mana bu bizlarning nimamizda 7-si bir kishi xoli o'tirib, hech kim yo'q joyda yolg'iz xoli bo'lib turib, Allohni zikr qilib, Allohni eslab, oxiratni eslab turib, fafadat ayna yig'lagan kishi. Yig'laganda ham qanaqa yig'i, ko'ziday namlanib qolishlik emas. Fafadat degani ko'zi oqib ketadigan darajada yig'lagan kishi. Ko'zi oqib ketadigan darajada yig'lagan kishi Alloh subhanahu va taoloning soyasida bo'ladigan kishi. Bu yig'i demak namozni hech qanday buzadigan amallarga kirmaydi. Ka'bil ahbar aytadi: "Li an abki min khashyatillah ahabba ilayya min an atasaddaqa bi wazni dhahaba" dedi. Allohdan qo'rqib dedi. Allohdan qo'rqib bir soat yig'lashlik dedi. Bir joyga kirib bir soat Allohni eslab turib yig'lashingiz dedi. Men uchun o'zimning qancha o'lchanadigan bo'lsa, qancha tarozda qancha chiqadi. Shuncha miqdorda 50 kilmi, 80 kilmi, shu o'zimning vaznim tengi oltinni sadaqa qilganimdan ko'ra ish afzal dedi. Bir soat Allohni eslab yig'lashlik 80 kil oltiningizni sadaqa qilganingizdan afzal dedi. Ka'bil axbar aytdi. Va Abu Salman ad-Darani aytadi: "Likulli shay'in alam va alamul khizlani tarkul buka min khashyatillah." Hamma narsani o'zini bir belgisi bo'ladi dedi. Yaxshilikning ham belgisi, yomonlikning ham belgisi, har bir narsaning o'zining belgilari bo'ladi. Va badbaxtlikning belgisi dedi. Badbaxtlikning eng birinchi belgisi Allohdan qo'rqib yig'lashni tark qilishlik dedi. Eng birinchi qadam o'zingizga ayting, qachondan beri yig'lamaganman deng, savol bering. Demak, qancha vaqtdan beri yig'lamagan ekansiz, o'zingizga ma'lum bo'ladi, ayting, eng badbaxt inson ekanman, nimaga bu qalbdan chiqmayapti, yig'i deng. Biz yig'laganlar, Alloh subhanahu va taolodan qo'rqib yig'laganlarning hayotlariga bir nazar solamiz mana. Aytadi: "Kana fi wajhi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aswadan min al-buka." Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning yuzlarida nima bor edi? Ikkita iz bor edi. Yuzda, ko'zning taglarida ikkita iz bor edi. Yig'lagandan, ko'p yig'lagandan yig'lar, yoshlar chiqadigan o'ziga ariqchalarni tanlab chiqarib olgan edi. Ko'zdan chiqadigan ariqchalar paydo bo'lgan edi yuzda. Juda ham ko'p yig'laganlardan. Ba'zi salaflar aytgan ekan, 40 yil yostiqqa boshini qo'ygan vaqtida 40 yilgachayin namozini o'qib hamma narsani ado qilgan ekan, namozga boshini qo'yar ekanda, to tahajjud namozigacha Allohni eslab turib, "Ya Alloh, seni haqqingni ado etolmadim" deb turib, gunohlarini eslab yig'lar ekan. 40 yil yig'lagan, yonida yotgan ayoli bilgan emas. Yonidagi ayoliga bildirmagan. Shunchalik darajada yig'lab o'tganlar Alloh subhanahu va taolodan yig'lab o'tdi. Ular yig'lashadi. Ular yig'laydi. Go'yo nima bo'lgan? Do'zax faqat shular uchun yaralganday ular yig'laydi. Faqat shular do'zaxga kirib ketadi-yu, shundan qo'rqib yig'layapti. Biz yig'lamaymiz, go'yo jannat bizlar uchun yaratib qo'yilgandi. Hammamiz jannatga kiramiz-u, shuning uchun bizga yig'i ham kelmaydi deb shunchalik darajada o'ylaymiz. Xaraja Umar ibn Xattob yatuful Madina. Bir kun Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Madinani atrofini aylanib chiqdi. Aylanib yurardi, qarab. Bu kishi xalifa edi. Ertaga kuni odamlardan qiyomat kunida kimning haqqini ado qilmadi, so'ralishligidan qo'rqqanligidan yuzlarini yashirib olib, mahalla aylanib yurardi kechalarda. Nima bo'lyapti deb. Shunda aylanib kelayotgan edi, bir mahalladan o'tdi. Shu joyda bir musulmon kishining uyidan Qur'on o'qiyotgan ovozi eshitildi. Sekin devorga suyandida haligining o'qiyotgan Qur'oniga quloq tutdi. Quloq tutib o'tirgan edi, haligi kishi vattur va kitabin mastur fi raqqin manshur wal baytil ma'mur was saqfil marfu'
val bahril masjur inna azab robbika lawaqi'. Mana shu oyatni o'qidi. Tur surasini. Shuncha qasam va tur va kitob mastur fi raqm manshur. Alloh taolo shuncha qasamlarni aytibdi. Unga qasam, bunga qasam, qasamlarni aytib qancha qasamdan keyin aytdi Alloh taolo. Allohni inna azab robbika, Allohni Robbingning azobi lawaqi, albatta tushadi. Qarang, birinchi oldida qancha qasam kelyapti. Tur va qasam. At-tur, kitob mastur, raqm manshur, val baytil ma'mur, was saqfil marfu, val bahril masjur. 7ta bo'ldimi? 7 qasamdan keyin yana Alloh taolo inna, albatta ta'kidlayapti. 8-inchisi bo'ladi. Azaba robbik, Allohning azobi, la ta'kidlayapti Alloh taolo. 9-chi bo'ldimi? 9-chi ta'kid. Allohning azobi albatta tushadi. 9 marta ta'kidlab turib keyin aytayapti Alloh taolo. Bu oyatni eshitganda toshman degan qalbim yorilib ketish kerak. Yuraklar bardosh bermay o'lish kerak o'rnida. Shunda Umar ibn Hattob shu joyda shunday devordan yiqilib yerga tushdi. Shunda yiqildida inna azab robbika lawaqi', Allohning azobi tushadi deganda Umar ibn Hattob la qasamun va robbil ka'ba haq. Qasam Robbil Ka'ba, Ka'baning Robbisiga qasam, haq shu gap. Allohning aytayotgani haq deb Umar ibn Hattob aligini aytdi, takrorlab uyiga zo'rga yetib keldi. Uyiga kelib 1 oy qattiq to'shakdan turmay kasal bo'lib yotdi. Bitta oyatga 1 oy kasal bo'lib yotdi. 1 oy og'rib yotdi. Haqiqatan ham Allohdan qo'rquv ularning qalblarini to'liq egallagan narsa shu edi. Maxluqdan qo'rqish degan narsa endi unga u qalbga sig'mas edi. Ishtaka Sabitul Bunani aynu. Sabitul Bunani rahmatulloh alayhi ko'zi og'rib qoldi. Tabiblar aytdi, uzmanli xosla tabra aynu. Siz dedi, tuzalib ketasiz Xudo xolasa. Lekin bitta narsaga va'da berasiz dedi. Shu bitta biz aytgan xislatni qilasiz. Shunda ko'zingizni tuzalishiga biz ham nima va'da beramiz dedi. Aytdiki, nima xislat ekan, nima narsani qilishim kerak degan edi. Faqat sizdan so'raydiganimiz, yig'lamaysiz. Agar yig'laversangiz, bu ko'zdan yosh chiqaveradigan bo'lsa, yoshlar ko'zingiz endi tuzalmaydi. Shuning uchun bizga bir yordamingiz, yig'lamasingiz kerak dedi. Shunda aytdiki, ma khayr fi aynin la tabki dedi. Sabitul Bunani aytdi, yig'lamaydigan ko'zda yaxshilik yo'q, undan ko'r bo'lganim yaxshi. Yig'lamaydigan ko'zda yaxshilik yo'q, undan ko'ra men ko'r o'tib ketganim yaxshi. Subhanalloh, ular demak kunda yig'lashgan ular. Yilda, haftada bir marta degan gap bo'lmagan, ular kunda sahargacha yig'lashgan. Shuning uchun ularning ko'zlari shunday ojizlashgan. Shunda 1 kun, 2 kun, 1 oy yig'lamaysiz, tuzalib ketasiz degan vaqtlarda aytayotgan so'zi bu. Yig'lamaydigan ko'zda yaxshilik yo'q dedi. Imomlar Rib'i ibn Hiroshning tarjimai holini zikr qilganda aytadiki, imom bu katta imomlardan, siqa, ishonchli, ibodatgo'y, fozil kishilardan edi. Kutubi sittani rivoyat qilgan kishilarning qatorida zikr qilinadi dedi. Annahu halafa annahu lan yadhhak fi hadhihi al-hayat. Bu kishi qasam ichgan ekan. Mana shu Rib'i ibn Hirosh qasam ichgan ekan. Men bu dunyoda, hatto men bu dunyoda bir marta ham dunyoda kulmayman. Hatto Allohning huzuridagi maqomim nima ekanini ko'rmagunimcha kulmayman degan ekan. Allohning huzurida meni joyim qayerda ekanini bilmay turib qanday kulaman? Alloh subhanahu va taolo do'zax ahlini zikr qilyapti. Jannat ahlini zikr qilyapti. Men qaysinisidan ekanini bilmasam-u, kulib, o'ynab yursam-u yuqorida oyatga o'xshab, sizlar nima bo'ldi? Ajablanasizlar bu Qur'ondan, kulasizlar, yig'lamaysizlar degan. Shundan keyin aytdi, men kulmayman, hatto dedi, joyimni ko'ray. Jannatdan bo'lsa kulaman, agar do'zaxdan bo'lsa yig'ida davom etaman dedi, qasam ichgan ekan. Bu kishi qasamiga vafot etdi dedi. Kulmadi, hatto joni taslim bo'lguncha. Joni chiqqan vaqtida g'assollar kelib yuvintirishga, kafanlashga odamlar jamlanganda qarasak, tabassum qilib yuzlari, chekralari kulib turibdi dedi. Kulib turibdi haligi odam. Vujuhun yawma idin musfira.
dahikatun mustabshira. Ana bu kunda shunday ochiq chehralar bo'ladi, kulib xursand bo'lib turadi deb Alloh taolo aytgan chehralarni biri mana shu Rabi ibn Hirashning yuzi edi. Fudayl ibn Iyod rahmatulloh alayh bu kishi nima bo'lgan edi? Yo'l to'sarlardan, qaroqchilardan edi. Odamlarni yo'llarni talon-taroj qilardi, yo'lga chiqqanlarni. Bu kishi bir kuni yo'l to'sishlikda o'sha o'zining odamlari bilan birga yo'lda kelayotgan odamlardan karvoniga chiqmoqchi bo'ldi. Shunda kelayotgan edi, karvonning ichida kelayotganlardan biri Qur'on o'qib kelyapti. Qur'on o'qib kelyapti, Qur'onni haligi Fudayl ibn Iyod tinglab eshitsa, bu haligi oyatga keldi. Alam yani lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Iymon keltirgan odamlarni endi Allohning zikridan qalblari qo'rqadigan vaqt yetmadimi, kelmadimi degan oyat. Mo'minman degan odam endi bugun Allohning zikridan qalblar qo'rqib, qalblar titraydigan vaqti kelmadimi endi degan oyat Hadid surasini o'qiganini eshitib qoldi. Eshitdi-da Fudayl ha keldi. Endi qo'rqadigan vaqt keldi, ey Alloh taolo dedi. Bo'ldi, endi butun hamma narsani tashladim, harom ishni. Bugun men chindan ham tavbati nasuh qildim deb turib, shu yerda tavba qilib, shuncha umrimni men isyonda o'tkazdim. Endi bu o'lgunimcha qolgan umrimni seni Ka'bangda, seni uyingda ibodatga o'tkazaman deb Ka'baga ibodatga keldi. Ka'bada ibodatda o'tkazdi, va'dasiga vafo qildi. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy taqvo qilgan kishilarga taqvodor farzandlarni nasib qildi. Farzand tug'ildi, farzandlarning ismini Ali deb qo'ydi deydi. Shunaqa taqvodor edi, bolasi ham dadasidan ham o'tgan taqvodor bo'ldi. Namozda turadigan bo'lsa, namozda faqat yig'lardi. Namozda faqat yig'lardi deydi. Keyin yuragi bardosh bermay o'zidan ham ketib qoladi. Subhanalloh. Namozda turib oyatlarni eshitganda yurak chidamasdan o'zining ketib qolish. Bizga ketishimiz mumkin. Pulimiz yonib ketganda o'zimizdan ketib qolamiz. Ya bir uyimiz yonib ketganda chidamay o'zimizdan ketib qolamiz. Namozimiz yonib ketganda, kul bo'lib ketganda namozimiz o'qimay qo'yganimizda o'zimizdan ketmaymiz. Nima bo'ldi menga? Namozni, bomdod namozini jamoat bilan o'qimadim, bugun namozni o'qimadim, kun chiqdi bugun. Nima bo'ldi meni oxiratim deb turib, shu kuni o'zimizdan ketib qolmaymiz. Ana haligi Ali namozga keladigan bo'lsa, dadasi bilar ekan, chidamaydi, uni yuragi ko'tarmaydi shunday. Shunchalik Allohdan qo'rqadi. Sekin oyatlarni, qisqa-qisqa oyatlar o'qib qo'ya qolar ekan. Bir kuni namozga turdi, o'g'li yo'q edi. Namozni boshladi, o'g'li sekin kelib qo'shildi. Shunda Fudayl rahmatulloh alayh namozda mana bu oyatni o'qidi. Robbana g'alabat alayna shiqwatuna va kunna qawman dallin degan oyatni o'qidi. Ey Alloh, bizga badbaxtliklarimiz g'olib kelib qo'ydi bizga. Bizga yaxshiliklar emas, bizga badbaxtliklar bizga g'olib kelyapti. Biz adashgan qavmlardan bo'ldik biz degan oyatni o'qiganida baqirgan tovush eshitdi. O'g'lini ovozi ekanini bildi, sekin namozni qisqartirib tugatib qarasa, o'rnida o'zini ketib qolgan. Yuzlariga suv sepib o'ziga keltirishdi. Yana kunlardan bir kun qaradi, o'g'li ko'rinmadi. Shunda Fudayl rahmatulloh alayh boshqa yana bir oyatni o'qidi Zumar surasida. Va badalahum minallohi ma lam yakunu yahtasibun. Mana shu oyatni o'qidi. Ularni bu o'zlari o'ylab ham ko'rmagan, hisob kitob ham qilib ko'rmagan bu haqda. Bularning haqida so'ralarmikimiz deb o'ylamagan narsalar haqida ham qiyomatda hisob kitob boshlandi. Ularga o'zlari xayoliga kelmagan narsalar qiyomatda zohir bo'ldi dedi. Hisob kitob vaqtida mana bu amallar degan narsalar zohir bo'ldi degan oyatni o'qiganda yana o'g'lini baqirgan tovushini eshitdi. Fudayl rahmatullohi alayhi darrov namozni tugatib qaragan edi, borsa allaqachon jon o'sha oyat bilan chiqib ketgan edi. Jon shu oyat bilan chiqib bo'lgan. Namozda joni baqirib chiqib ketgan edi. Ular ana shunchalik yig'lab, shunchalik Alloh taolodan qo'rqqanidan yig'lagan edi ular.
qalblari qatganligidan nima qilib, qanday qilib yig'lashni bilmayapmiz. Qanday yig'lasa ekan deb. Men ba'zi bir narsalarni eslataman. Gunohlaringizni o'ylaylik, hammamiz gunohimizni o'ylaylik, shuni o'zi yetadi. Bizni kecha-yu kunduz yig'lashligimizga gunohlarimizni o'zi kifoya qiladi. Qiyomat kuni borganda shuncha gunohlar bilan borganda solihlar, payg'ambarlar najot topib turgan vaqtida biz eng bir badbaxt amallarni qilib, shuncha tog' gunohlarni ko'tarib Allohning huzurida turganda, odamlarning oldida Alloh taolo amallarimizni berib, shuncha xaloyiqning ichida sharmanda qilgan vaqtini o'ylaylik. Shularni o'ylasak o'zi uxlamay ertamangacha yig'lab chiqishga yetadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Men najot." Uqbay ibn Amr aytdi: "Payg'ambar alayhisalom, najot nimada?" dedi. "Qanday qilsak biz najot topamiz ya Rasululloh?" dedi. Deganida Payg'ambar alayhisalom aytdi: "Amlik alayka lisanaka." Tilingizni saqlang dedi. Najot shu tilingizda dedi. "Val yas'aka baytuk." Uyingizga sig'ing dedi. Uchinchisi, "Wabki ala khati'atik." Gunohingizga o'tirib yig'lang dedi. Yig'lang, ana shu dedi, najot shunda dedi. Dahhak ibn Muzahin kech bo'lgan vaqtida yig'lar ekan. Tun bo'lsa yig'lar ekan. Nimaga yig'laysiz desa aytar ekanki, "La adri ma sa'ida al-yawma min amali." Bilmayman, bugun mana kunni o'tkazdik. Kuni bilan nima gunohlar, qancha gunohlar Allohning huzuriga ko'tarildi. Men bilmayman uni qanaqa narsalarni qilganimizni. O'ynab kulib gunohlar ko'tarilib chiqyapti Allohning huzuriga. deb turib yig'lar ekan. Do'zaxni eslab yig'laylik. Gunohni eslab yig'layolmayotgan bo'lsak, gunohga ham qalblarimiz o'rganib ketgan, qilib yurib o'rganib ketgan shu gunohlarga. Yo endi do'zaxni bir eslab yig'laylik. Do'zaxning uning qarini, jahannamning abadiy ekanligini, jahannamga tushgan odamning eng badbaxt ekanligini eslab turib, ey Alloh bizni mana shu do'zaxdan saqla deb turib yig'laylik. Payg'ambar alayhisolatu vassalom mana bu yerda Uvaysil Qarni sekin temir yasaydiganlar temir yasayapsa, o'tni qizdirib, o'tga qizib turgan o'tga temirni qo'yib, eritib yasayotganlarning oldiga ataylab borar ekan. Borib qarab o'tirar ekanda aytar ekan: Subhanalloh, o't temirlarni erityapti. Bu jasadlarni Alloh subhanahu va taolo qiyomatda kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Ularning terilari o't kuydirib o'rganib qolgandan keyin terilarni yangidan teriga almashtiramiz. Yana ham azobni tortish uchun deyapti Alloh taolo. Yana ham azobni tortish uchun qana bo'lar ekan deb turib yig'lab haligiga qarab o'zining ketib qolar ekan Uvaysil Qarni. Yig'lab o'zining ketib qolar ekan. Borib ozgina bunday gazga yaqinda o'zingiz qo'lingiz qo'yib turing. Nima bo'lasiz? Do'zaxnikini bir his qilib ko'ring. Gunohga yig'layolmayotgan odamlar jahannamni eslab ko'rsin. Avun ibn Abdullah Abi Hazimning majlisida o'tirib yig'lardi. Yuzlariga ko'z yoshlarini surardi. Aytardiki: "Balagani annan nara la tamassun mawdi'id dumu." Payg'ambar alayhisolamdan menga shunday xabar keldi. Ko'z yoshlar Alloh uchun yig'lagan ko'z yosh, hamma ko'z yosh emas. Alloh uchun yig'lagan ko'z yoshlarni teggan joylarini jahannam o'ti ko'ydirmaydi degan eshitganman. Yig'lang, ko'z yoshlaringizni badanlaringizga suring. Yig'lang, ko'z yoshlaringizni badanlaringizga suring. Yig'lang, Alloh subhanahu va taoloning jahannam azobi kuydirmasin deb yig'lang. Payg'ambar alayhisolatu vassalom janglarning birida sahobiylarni safga qo'yib turgan vaqtlarida Payg'ambar alayhisolom safni to'g'rilab turib, "Ey Miqdod" dedi. Safdan bir qadam oldiga chiqib turgan edi. Qarinlariga shunday
nayzachalarni qo'ydida safga to'g'ri turing deydi. Jang oldida yo mamot yo hayot, o'lim. Shunda safga to'g'ri turing deb turib safga to'g'rilab qo'ydi. Shunda Miqdod aytdi: "Ya Rasululloh, avja'tani." Og'ritdingiz dedi. "Og'ritdingiz ya Rasululloh" dedi. "Avqidni." Qasos oldirib olaman dedi. "Kechirmayman" dedi. Payg'ambar alayhisalom hayron bo'lib qarab turibdi. Sahobiylar hammasi hayron bo'lib turibdi. Sahobiylar aytdi: "Ey Miqdod, nima bo'ldi sizga? Biz bunaqa bir-birimizni hozir qasos oladigan o'rinda emasmiz. Biz o'lim bilan kurashayotgan bir vaqtda siz qasos olaman deb turibsiz. Nima bo'ldi sizga?" deganda, "Yo'q, men qasos olaman. Meni og'ritdi." Payg'ambar alayhisalom subhanalloh, haqiqiy adil imom aytdi: "Qo'yinglar. Haqni aytayapti" dedi. "Haqni aytayapti. Oling qasosni" dedi. Qo'ldagi nayzachasini berdi. Berganda: "Ya Rasululloh, siz nayzani menga tiqqaningizda meni qornim ochiq edi" dedi. "Kiyimim yo'q edi. Kiyimingizni yeching, men ham shunday holatda olaman" dedi. Payg'ambar alayhisalom kiyimlarini yechdi, ur, qasosni ol degan edi. Miqdod yugurib kelib Payg'ambar alayhisalomning qorinlarini o'pib, badanlarini yalab yig'ladi. Shunda Payg'ambar alayhisalom aytdi: "Ey Miqdod, nima narsa bunday qilishga seni majbur qildi?" deganda: "Ya Rasululloh, ko'rib turibsiz oldimizda o'lim. Mening jasadim oxirgi marta sizni jasadlaringizga tegsa-yu, sizni jasadingizga tegan jasadni do'zax o'ti kuydirmasmikan degan bir umidda shuni qildim" dedi. Payg'ambar alayhisolamning jasadiga tegan jasadni jahannamning o'ti kuydirmasmikan degan umidda shuni qildim dedi. Jangda o'lgan odam shahid. Shahid odam joyi jannat. Unga jahannamni o'ylashdan hojati yo'q. Shunday bo'lib turgan vaqtida jahannamni o'ylayapti. Bizga shahidlik martabasi maqomi berilgan yo'q. Lekin hech bo'lmasa o'tirib do'zaxni bir o'ylab qo'yishimiz kerak. Ko'zlarining yoshlarini surardi badanlariga Avn. Aytardiki, bu yoshlar teggan badanlarni jahannam o't kuydirmaydi deb eshitdim derdi. Avn hadis aytsalar soqollaridan yoshlar oqib turar ekan. Payg'ambar alayhisolamning hadis aytsalar soqollaridan yoshlar oqib turar ekan. Bu kishining aytgan gaplari: "Inna man kana qablana kanu yaj'aluna li dunyahum ma fadla an akhiratihim." Bizning avval o'tganlar derdi. Ular dunyolariga oxiratlaridan oshib qolgan narsasini dunyo uchun sarflardi dedi. Namoz o'qib juda ham bir charchab ketgan keyin bir dunyo ishini qilib qo'yay deb sekin chiqib ozgina bir tiriklik qilib qo'yar ekan. Dunyo oxiratdan oshib qolgan vaqtini dunyoga sarflardi. Sizlar esa bugun dunyoinglarni qilib bir ozgina vaqt agar oshib qolsa, shuni keyin sarflaysizlar dedi. Dunyodan oshib qolsa, hamma yaxshi narsamizni uyimizga bezatishga sarflab ko'ramiz. Undan oshib qolsa, undan keyin mayli masjidga berib yubor deb aytamiz. Demak, yig'layolmayman deyotgan kishilar gunohini ham eslab yig'layolmayapsa, do'zaxni ham eslab yig'layolmayapsa, unda Allohning buyukligi, ulug'ligini eslab yig'lang. Eng buyuk zot Alloh, u mo'minlarga rahmdil ekanligini eslab yig'lang. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir jangda unda qaragan edi. Jangda ota farzandni yo'qotgan, farzand otani, onani yo'qotgan bir jang. Shuni ichida bir yosh bola, 4 yoshar, 3 yoshar bola
u yoqdan bu yoqqa onasini izlab yig'layapti, chirillab. Ona ham u yoqda bolasini izlab yig'layapti. Shunda yugurib kelib bolasini jangning o'rtasida topdi. Topib haligi bolasini quchoqladi. O'tdi haligi bolasini. Payg'ambar alayhisalom sahobalarga qaradi. Ey sahobalar dedi. Ey do'stlarim, mana shu ayol dedi. Bolasini dedi o'tga tashlaydi deb o'ylaysizlarmi dedi. Yo'q ya Rasululloh, qanday tashlaydi? U o'zi halitdan beri yig'lab yurib zo'rga topdi bolasini dedi. Alloh taolo mu'minlarga bu ayoldan ham arhamar rohimin zot dedi. Alloh rahmatiga olaman desa mu'minlarni undan ham rahmdil zot dedi. Lekin qaysinimiz Allohning rahmatiga sazovor bo'lamiz? Qaysinimizda Alloh subhanahu va taolo rahmatiga olar ekan? Allohning azamatini, buyukligini eslab yig'lashlik. Ali ibn Husayn ida tawadda isfarra tahorat qilgan vaqtlarda qizlari qattiq terlar chiqib ketar ekan. Tahorat qilyapganda namozni qo'ya turing. Namozga kelib turib namoz o'qishni bu yoqqa qo'yib turaylik. Tahoratni boshlagan vaqtida shunaqa qattiq terlab qip-qizil bo'lib ketar ekan. Shunda bir kuni ayollar aytdi: "Ey Ali ibn Husayn, nimaga siz tahorat qilganda shunaqa bo'lasiz?" deganda, "Ey ayolim" dedi. "Men shunday buyuk bir zot Allohning oldida munojat qilishga tayyorlanyapman. Men qanday munojat qilar ekanman? Qanday mendan qabul qilar ekan? Shuning vahimasi, shuning tashvishi meni hayajonlantirib yuboryapti" dedi. Tasavvur, namoz o'qiyapmiz. Shu borlik yotdik, turdik bo'ldi emas. Kimning oldida turyapman men? Kimga munojat qilyapman men? Kimdan so'rayapman men? So'raganimni berarmikan degan narsa bo'lib turish kerak. Endi bunga ham yig'lay olmasak, eng oxiri qiyomatni eslaylik. Qiyomat qoyim bo'lgan vaqtini eslab yig'lang. Qiyomatda hisob bo'ladi. Hisob bugun amal qiladigan kun. Bugun hisob yo'q degan Umar ibn Xattob. Ertaga hisob qiladigan kun, amal yo'q ertaga degan. Bugun hisob qilmaymiz, faqat amal qilaveramiz ekan. Ertaga esa hisob bo'ladi, faqat amal bo'lmaydigan kun. Shu kunga endi bugun tayyorgarlik ko'ramiz. Bugungi kunimizda Alloh bergan muhlatdan foydalanib tayyorgarligimizni ko'ramiz. Mezon, o'lchovlar bo'ladi amallarimizni. Kitoblar o'ng qo'ldan beriladi kimga chap qo'ldan, kimga orqasidan beriladi kitob. Sirot ko'prigidan o'tishlar bo'ladi. Oldimizda shuncha xatarli narsalar turib, hayron qolasiz qanday qilib ibodatlarga beparvo bo'layotganimizga. Shuncha xatar bizni kutib turibdi. Hech biriga biz bunday qilib o'tib ketaman, unday qilib o'tib ketaman degan nimamiz yo'q, unga tayyorgarligimiz. Anna Rasululloh dakhala yawman ala Aisha. Payg'ambar alayhisalom bir kun Aisha onamizni uyga kirsa, Aisha onamizni oldiga kelsalar, Aisha onamiz yig'lab o'tiribdi. Subhanalloh. Shunday kirsa Aisha onamiz yig'lab o'tiribdi. Payg'ambar alayhisalom "Ma yubkik" dedi. "Ey Aisha, nimaga yig'layapsiz?" dedi. "Ma yubkik, nimaga yig'layapsiz?" dedi. Qolat: "Zakartu ahwal al-qiyamah." Qiyomatni qo'rqish dahshatini eslab yig'layapman. Allahumma najjina. Allahumma najjina. qiyomatni dahshatini eslab yig'layapman. Fabrakaytu. Hal tadhkurun ahlikum zalika al-yawm? inson najot
inson najot izlaydi. Payg'ambarning ayoli yig'layapti, lekin najot izlayapti. Shu kunda ahlinglarni ham bir zikr qilib o'ylaysizlarmi dedi. Shoyatki payg'ambar qiyomat kuni ahlini o'ylasa, ahlini zikr qilsa, shu ilinjda Oysha onamiz shu savolni berdi. Qiyomat kunida ahlinglarni ham o'ylaysizlarmi dedi. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, ذلك اليوم قال رسول الله ثلاث مواضع لا يذكر أحد uchta joyda dedi payg'ambar alayhisalom hech kimni o'ylamaydi dedi. Uchta joy bor, hech kimni o'ylamaydi u joyda dedi. Sirotdan o'tayotgan vaqtda, kitob berilayotgan vaqtda hech kimni o'ylamaydi. Va indal mizan, taroz amallar pallaga qo'yilayotgan vaqtda hech kimni o'ylamaydi. Payg'ambarlar ayolini ham o'ylamaydi ekan. Payg'ambarlar ummatlariga hech kimni o'ylamaydigan bir vaqtda ota farzanddan qochadigan, farzandlar otadan qochadigan kunlar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu yig'lay olmayman men hayotimda. Men o'rganmaganman men Allohdan qo'rqib yig'lashni deyotgan birodarlar, qiyomatni qo'rquv, dahshatni ustida turganda yig'lashdan avval hozirgi kunda Allohdan qo'rqib yig'laylikki, ajab emas. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo shu yig'lagan yoshlarimiz sababidan gunohlarimizni mag'firat qilib, Alloh subhanahu va taolo do'zaxga bitilgan odamlarni bugungi kunda rozi bo'lib jannatiylar qatorida, Alloh rozi bo'lib turib jannatlar qatorida yozgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo qiyomatdan qo'rqadigan, hisob kitobdan qo'rqadigan, Allohdan qo'rqadigan, jannatdan umid qiladigan, do'zaxdan qochadiganlardan qatorida qilsin Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo amallarimizni qabul qilsin. Inshaalloh biz fiqh darsidagi namozda qilsa ziyoni yo'q masalalarni 10 tasini zikr qilgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, kelgusi darslarda namozdagi makruhlar, namozdagi manhiylar, qaytarilgan amallar haqida suhbatlashamiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Ey Alloh taolo, bizni ko'z yoshlarimizni, bizni xafa bo'lganligimiz uchun yo biz riyo qilganligimiz uchun bo'lgan ko'z yoshlardan qilmagan bizni ko'z yoshlarimizni sening vahdoniyatingdan qo'rqib, seni azamatingdan qo'rqib, sening yuksakligingdan qo'rqib, senda intiq bo'lib yig'layotgan, Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'z yoshlardan qilgin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bu yerda savollar inshaalloh keyingi darsda